Bugünkü leksiyalarımız bunda hürmetlik vatandaş. Çislağaş 2020 yıl 8. ayının 17. günü. Prezident Joe Biden televizor notqı sözlep Afganistan'dan asker çekindiriş kararıdı, çıng turdu. Mavzulu haber 8. ayının 17. günü Amerika avazının Xitay tel programması ilan kılındı haber. Mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Taliban qurolliqlarini Janubiy Osiyodagi davlat Afg'onistonda tizginlaganligi to'g'risida tunji qatim ochiq bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi: "Men qilchi mujmallashmay Afg'onistondan askar chekindirgan qarorimizni ching turaman." Haftaning birinchi kuni, ya'ni 8. ayning 16. kuni Oqsaroyda bütün memleketke televizor nutq so'zlab prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi: Amerikaning Afg'onistondagi burchi aslidan davlat qurish bo'lmasligi kerak edi. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi: Amerika armiyasi 9-sentabr terroristlarga zarba berish uchun Afg'onistonga kirgan. Endi bugun terrorizmning tahdidi Afg'onistondan olqib chiqib, boshqa davlatlarga kengaydi. Talibanning Afg'onistonning har qaysi joylarda g'alaba qilishi bizning mo'lcharimizdan tez bo'ldi. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi: Afg'oniston armiyasi urush qilishni xohlamagan ahvol ostida Amerika armiyasining davomli urush qilishiga buyruq berish bu xatolik edi. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi: Afg'oniston siyosiy rahbarlari voz kechib bu davlatdan qochdi. Afg'oniston hukumat armiyasi tarmar bo'ldi. Ba'zi chog'da urush qilishni faqatlam xohlamadi. Agar bu ishlar har qanday masalani tushuntirib beralaydi deyiladigan bo'lsa, o'tgan bir haftadan beriki voqealarning taraqqiyoti Amerikaning Afg'onistondagi harbiy qarshilashni oxirlashtirish qarorining to'g'ri ekanligini isbotlab berdi. Televizor nutqida prezident Biden yana mundaq ko'rsatdi: Bizning raqobatchilarimiz Jungo bilan Rossiya xushallik bilan ko'rishni xohlaydigan Amerikaning davomli bir necha 100 milliard dollar mablag' sarflab mablag' sarflab beshi yoki oyog'i chiqmaydigan Afg'onistonning muqimligiga sarf qilishi kerak edi. Rossiyalikning nazarida, Jungolikning nazarida shundaq edi. Prezident Joe Biden haftaning birinchi kuni David Lagerdan Oqsaroyga qaytib keldi. Bir kun burun Taliban qurolliqlari Afg'onistonda Kabulga kirdi. Afg'oniston hukumatining prezidenti Ashraf G'ani Afg'onistondan chiqib ketdi.